Bugun ajoyib bir tijorat boshlaganmiz. Ajr qora sedana degan. Mana shu loyihamiz doirasida kelganmiz. Bu tijoratimizni biz xalqimizga dastak bo'lsin, millatimizga xizmat qilsin, yetim, faqir, miskinlarning koriga yarasin, muhtojlarning mushkulini oson qilsin deb tashkil qilganmiz. Bu tijorat ajr qora sedana, muqobili yo'q. Avvalambor mahsulotning o'zi kon foyda, halol, pokiza, sunnatga muvofiq. Qora sedananing foydalari haqida juda ko'p eshitganmiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlarga ichishga tavsiya etiladi bu. Qolaversa, bundan tushgan daromad bilan mana bunaqangi saxovatlar qilinadi, yaxshiliklar qilinadi. Mana bu yerda ajr qora sedana o'sha tijoratimizdan tushgan daromaddan mana bolalarimizning haqqi 60 million so'm pul. Uni qabul qiling. Mana o'sha ajr qora sedana. Mana qarang azizlar, buni har bitta odam ixlos bilan sotib oladi-da, o'zi ichadi, shifo topadi, yaxshilik topadi, foyda topadi va qolaversa bu bilan mana shunaqangi joylarga men o'zim yetib bora olmayapman, o'zimning imkoniyatim yo'q, men o'zim topib bora olmasam, izlab ularni qidirib topa olmasam deb turib, ixlos bilan mana shu inshaalloh ehsonim bilan shularning ko'ngli shod bo'lsin deb turib niyat qilishadi. Ana shunaqangi 10 ming so'm, 20 ming so'm, 100 ming so'mlab qarang, mana qo'lingizga hozir yetib kelgan ehsonni, xirmon barakaligini qarang. Go'zalda azizlar, mana bu ishlarni biz davomiy qilishimiz kerak. Biz o'zimizni qo'llab-quvvatlab muammolardan oson chiqib ketamiz azizlar. Biz juda ko'pmiz, 38 millionlik O'zbekistonmiz. Qayoqdagi chet el mahsulotlarini xarid qilishni bas qiling azizlar. O'zimiz qo'llab-quvvatlasak, katta fabrikalarga, zavodlarga aylanamiz. Ajr qora sedana bu o'zbegimning saxovati. Ajrdan oling, ajr oling. Bekorga bu shiorni aytmaganmiz. Ajrdan oling, ajr oling. Ixlos bilan, muhabbat bilan iching, ham jismi joningizga foyda, ham oxiratingizga zaxiradir. Ana ko'ryapsizmi bu xonadonning xursandchiligini? Siz uchun balki bu kichkina raqamdir, lekin qishloqda mana bunaqangi tog' yonbag'rida yashayotgan insonlar uchun 60 million bu juda katta pul azizlar. Endi bular hozir ichi to'la dard, bir qobiqqa kirib qolishgan, ayta olmayaptilar, bir to'lib toshib yig'ila olmayaptilar, bilib turibmiz. Bularni yaralarni yangiligimiz ham kelmayapti, chunki his qilib turibmiz. Lekin siz bir bularning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Shunchaki qo'yib ko'ring. To'satdan kutilmaganda o'lim kelib qolib, farzandlaringiz yolg'iz qolib ketsa, qanday ahvolga hech kim bolam demasin. Bu yerda hozir bir dard haqida gap ketayotgani yo'q, ikkita dard haqida gap ketyapti. Ota-ona farzand dog'ini ko'rib turib, qalbi yonib yotibdi, jigar. Bekorga farzandim orqamda qolsin degan duo qilinmaydi.